shuncha mehnat qilib ketdi. Zo'r pul tushadigan joy edi. Mikrofonni o'rtagashga berdimda, shu borib, "Ha" desam, "Aytmayman" deydi. "Nimaga?" desam, "Hason onalar ayollar o'tirgan stolga qarang" dedi. Shuni ayollar o'tirgan stolga qarasam, stol ustida aroq ham bor, konyak ham bor. Vino ham bor. Ichib o'tirishibdi xotinlar. "Ha" desam, "Mana aroq ichgan xotinlarga ona haqida shuni aytaman aka" deydi. Men aytdim, "Qaytanga tezroq yig'laydi-ku" dedim, "Yaxshi emasmi" dedim. "Aytolmaysan, senga nima farqi bor" dedim. "Sen qo'ying aka" deydi. "Ustozimning qo'shig'ida" deydi aka deydi. "U qo'shiqning orasida hokipoyingizni ko'zimga suraydigan joylari bor aka" deydi. "Bu onaxonni qarang, hokipoyda bo'sh butilka turibdi aka" deydi. Rostalab ichib o'tirishibdi. To'y degan sayt keyingi davraga chiqqanda dedi, "Yurib gapiring, odamlar ichiga kirib gapiring" dedi. Haqiqatda keyingi davrada ayollar tomonga yuribsa-ku, o'tsam, xotinlar bir ikkitasi kayf bo'lib qolgan. Voy, ayollar kayf bo'lsa ham shirin bo'lib qolar ekan-a. Tasqiq qiz bo'lib qolgan. Men anekdot aytyapman, menga qarab. U anekdot, u gapatyapti o'ylayapti meni. Menga ham farqi yo'q-da. Opa. Ichdingizmi? Ichganim yo'q. Qizarib ketibsiz-ku. Pivo ichdim deydi. Meni kechirasizlar edi, erkak kishini ichgani qanaqa xunuk ko'rinsa, ayol kishini ichgani undan 5 bat 100 barobar xunuk ko'rinar ekan. Meni kechirasizlar, mana men ko'rgan narsamni aytyapman-da, juda xunuk ko'rinar ekan bu holat. Ha, shunaqa to'ylarimiz ham bor.